Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 27-bob. Anjamboyning kallasi. Gomindangchilar azgalda jon uzgan Anjamboyning kallasini kesib olib, miltiq naysning uchiga o'tkazib, qator turishgan askarlarning oldiga elib chiqdi. Ular xushalliqda varqirishib, jarqirishib, qaqaqlab kulishatdi. Kallani xuddi bayroqdek hammaning oldida egiz ko'targan holda hayva bilan chashtaqa qaytib kelib, gazarmasining oldiga osdi. Bu qitimqi Anjamboyni yo'qotish urushida Ahmadbek alayida xizmat ko'rsatganligi uchun atsi yurtlardan kelib yig'ilgan baglarning oldida Ahmadbekka nurg'un oltin, tilla in'om qilindi. Amalini o'stirib, baglarning begi qilib tayinladi. Uning o'g'li Azizni baglikka ko'tardi. Bir sharaf taxtisini uning Tashmiliq Razika mahallasidagi Peshayvonlik oilasining darvozasi oldiga osdi. Bir harbiy amaldor sazoyi qilib, bizga qarshi chiqqanlarning yurkini mujub, toza obdan adibini beringlar, deb Anjamboyning kallasini Ahmadbekning oldiga tashlab berdi. Ahmadbek shu so'rindala u kallani güp tepib yumultib turib, Opalning naib begi Turdi Umarga g'azab bilan varqirdi. Sizlar Opalning katta boylari, o'zinglarni bakmo qaltis, cho'ng chaqlaysizlar. Halinglarga boqmay texi o'z vaqtida cho'ng baglikni talishib qilmagan atmagininglar qolmagan edi. Paylinglarning yomonligidan hatto xotin balanglarni istakka silishdan yonmagantinglar. Lekin taqdir peshana shundoq ekan, cho'ng baglik sizlarga nisb bo'lmay qoldi. Bu qitim sizlarni texmi obdan bilib qo'ydik. Tishinglar palpal, ishinglar g'alg'al, qarg'i kelmas, yaramas bir nimlar ekansizlar. Yurt so'rashni bilmaydi ekansizlar. Yurtinglardan bir talva gadoy balo xo'rliq qilib qiniq patmay, Allohning berginiga shukr qanoat qilmay, badniyatlik qilib jahonni ostin ustin qilitish uchun o'ziga o'xshash tuzkur gadoylarni boshlab chiqib, al to'plan ko'tardi. Baloyi ofat yog'dirib, firqimizga sodiq nurg'unlagan katta arboblarimizning jiniga zamin bo'ldi. Hukumatning amr farmonlarini o'tmas lata qilib qo'ydi. Lekin sizlar bu ko'ngli qara mal'un baloyi ofat terganda hay deb to'sib qilishga jur'at qila olmadinglar. Qo'rqinchda xuddi quyruqining ostiga yantoq qistirilgan eshakdek chichangshib, taraflarga petirab qochib ketishdinglar. Yuzimizni to'kdinglar. Shunga bu balaxo'r texmo haddidan eshib ketdi. Biz sizlarni to'g'rimidik? Sizlar jon qayg'usida taraflarda qochib yurgan chaqlarda biz birdan jim yotmadik. Jon tikib u noahli bilan jang qildik. Alloh bizga madad qildi. Hukumat askarlari bilan tang tavrab, uning kallasini ilib mana mushundoq to'ng tizakda qatirib qo'ydik. Sizlar bu yalmavuzning kallasini opal qapirib sazoyi qilinglar. Firqimizga qarshi chiqqan barliq tuzkorlarga ibrat qilinglar. Ularni tavba qildiringlar. Turdi Umar. Tashmiliq atrofidagi yurtlarning baglari toplangan bu katta so'rinda Ahmadbekning Opalning oqsoqollariga qilgan ana shundoq sat haqorat ahanatlarini jimmida qo'l bog'lab turib angladi. Andin lag'lag titragan holda Anjamboyning kallasini to'g'riga silib, otning oldiga oldi. Ahmadbek qo'shib qo'ygan 10 askar bilan 10 qurolliq banditning hamrohligida bismillah deb yo'lga chiqdi. Yo'l ustida o'zi biladigan oyatlarni pichirlab o'qib, atrofiga sup deb yurib minib, tun nisbida Opal bozorga keldida, shu kechsila chupur tanida xuddi xamonga qetilgan kalalarning tumshig'iga silinadigan kushub sevatga o'xshaydigan bir to'r xalta to'qib chiqib, uningga kallani soldi. Atsi atigandila uni Opal Uyg'ur uyushmasining kun petish tarafidagi bir tüp suvadan terekka asdi. Bu terekning atrofi toza qisqa-qistan bozor bo'ladigan keng maydon edi. Hamma odam bu kallani ochiq ko'ra oladi. Lekin bu kallani mushundaqla bir to'r xaltada esib qo'yish Opal gazarmasining boshlig'i Aysaga yoqmadi. "Ey bigim, bunda qilganlari qamlashmabdi. Bu mal'unning kallasi bunda tom arg'amchida to'qilgan to'r xaltib tursa,
uning shum talatini kishilar ochiq ko'rolmaydi. U shundoq deb iliqi terakning shox putoqlarini chala qo'ymay kestirib o'tib, egizliki odamning qo'li yetgudak yerini shilib tuzlatdi. Bu shilib tuzlangan joyning past tarafiga burmiliq ushkida bir to'shik ochtirib, bu to'shikka bir uchi ushlangan taxtayni qiqib kirgizdi. Andin u o'z qo'li bilan u taxtayning ustiga kallini terakka chaplab to'xtatdi-da, kallining ikki quliqini orqasiga tortib qayirib, ikki tarafdan ching mixlavatdi. Aysa o'zining bu qiliqidan mamnun bo'lib, belini ikki qo'llab tutgan holda qaqaqlab kulib ketdi. "Abballi, mana amdi obdan bo'ldi. Hukumatga qarshi chiqqanlarning mana mushundaq oqibatga qoladiganligini hamma odam ochiq ko'ra oladigan, yuragi toza mujiladigan bo'ldi." Ikki quliqidan terakka mixlab esilgan Anjambayning kallasining ikki yinida 2-4 askar qurollarini jamoatga batlagan holda gidib tik turishatdi. Bir to'p qurolliq askar jup-jup bo'lib olib, jamoat orasida charlab yurishatdi. Ular biror kimning Anjambayning yaxshi gapini qilganini anglab qolsalar, shu kishini miltiqning payniki bilan uratdi, tepatdi. Maydonning atrofidagi uylarning o'gizlarida do'qmushlarda askarlar bilan saqchilar pilamut, avtomat miltiqlarini batlashib, o'rni alohizal 100 modak keladigan kangri maydonning chiqish egizlarini qamal qilib to'sib turishatdi. Shuncha kangri maydonga sig'ishmay, tiqma-tiqmoq bo'lib ketishgan jamoat orasida to'la so'zlab ovozi tutib ketgan do'rg'alar yo'rg'ilab yurib, tunika kanay bilan qarqirab varqirshatdi. Allohning yo'liga, firqimizga qarshi chiqqanlarni tüp yiltizdan yo'qotish biz musulmonlarning farzi ham qarzidir. Ey musulmon bandalar, ogoh bo'linglar. Kimki tuzkorlik, harom niyatlik qilib firqimizga qarshi chiqsa, ana o Anjambayda kallasi elinib sazoyi qilinadi. Tini it qaga qo'zg'ullarga yem bo'ladi. Mol mulki musodir qilinadi. Urug' avlodi chalma kesak qilinadi. Xotin qizlari taloq qilinib, sho'panxonalarga tashlab beriladi. Ogoh bo'linglar. Allah'ның berginiga, hukumatning iltifotiga shukr qanoat qilinglar. Fitna fasod teramanglar. Mo'min bandi bo'linglar. Do'zaxiy bo'lib qolmanglar. Anjambayning sazoyi qilinayotgan kallasining oldidan qista-qistan holda o'tishayotgan jamoat uning qonlar chaplashib uyushib qolgan yuzlarini qilich bilan chanab, qo'shish belgisi chiqarib qo'yilgan so'zinchoq mang'zini, chala yumilgan qo'y ko'zlarini, har chivinlar gijildashib qo'nib olgan quloq burunlarini ko'rib, ichida Xudoga nola qilib yig'ilishadi. Putlari xuddi o'zining amasdek kalam paylashib, daldugunib ketishyapti. Ichida uning ruhiga atab duo qilishadi. Shu arada tamakisini to'g'risiga tishlab olgan egiz bo'yliq bir komandir ikki yonga irg'anlab lalangishib minib, Anjambayning kallasining oldiga kelib to'xtab, chapaq ko'zlarini qisib kallaga bir hazagacha qarab turib ketdi. Andin orqasiga burilibla jamoat qarab hijib qo'ydi. Keyin o'zining chekayotgan tamakisini daraxtdagi kallaning og'ziga qistirib qo'yib, qaqaqlab kulib ketdi. "Ahaha, xumardan chiqib biling nochi. Mana amdi yarashdi. Voy, yuzingga yana azroq gul chechaklar chekib qo'yilsa, texmo yarashadigan o'xshaydi." U shundoq dedi-da, xanjar bilan kallaning yuz ko'zlarini uyan-buyan g'irdab, o'ng ta'tur kesishga boshladi. Dal shu chaqda jamoat orasidan bir ayolning g'azab bilan varqirgan nola pig'anliq faryodi anglandi. "Qo'lingni tort, hey munofiq, zaharxanda iflos!" Kishilar ovoz chiqqan tarafga tanglab qarashdi. Egiz bo'yliq, zilva bir ayolni ko'rib, dong qetib turibla qilishdi. Bu ayol Anjambayning singlisi Oyim Tillaxon edi. Uningcha u ayol vingirab yig'ilgan, faryod chekib nola qilgan holda kishilarning orasida qistilib yurib, oldiga o'tib bo'ldi-da, heliqi komandirning ko'zlariga qo'llarini tanglab turib, uni tillashga boshladi. "Ey, ishtiqa yam bo'lg'or, munofiq jallod, akamni o'ldirishding, beshini kesilib sazoyi qilishding. Mushunda qabiy yovuzliklaring yetishmadimi? Uning yuzini yana nimishqa yig'ir qilasan? Voy, ishdan turalgan haromlik, qilgan etgan yovuzlik,
Şumluq qilmishlaring yana yetishmagan bo'lsa, mana meni o'ldir, meni. Uning shu tapdagi alfazi bakmi qo'rqinchli edi. G'azabdan tishlari g'uchurlaydi. Chiroyi tamdek tatirib ketgan, mushlari tashdek tugilgan, to'la yig'lab qon qo'ygandeklar qizirib ketgan, qip-qizil ko'zlari komandirga mexdek qadalgan edi. Uning shu tapdagi bu jasur qiyofati xuddi o'z dushmaniga tashlanishga tayyor turgan qoplanning o'ziga o'xshaydi. Komandir qo'rqinchda orqasiga 2 qadam dajib ketdi-da, olmon-talmon tapanchisini chiqarib, Oyim Tillaxonning dal peshonasiga tanladi. "Seningmi akangga o'xshash o'lgin keldimi? Men kirib ket." Lekin Oyim Tillaxon orqasiga yanmadi. "Yo'q, ketmayman. Akamning yuzini zidiq qilishga yo'l qo'ymayman." Jamoatmi chidab turolmadi. Qiyqas cho'qan ko'tarib varqirab ketishdi. "Qonxo'r, jallod, qonga qon olamiz, jonga jon olamiz. Ya o'lim, ya ko'rim." Jamoatning bu g'azablik sadosi atrofni zilzilaga silavatdi. Buningdan cho'chib ketgan taraflardagi askarlarmi shu hamon ko'zlarini chekchaytgan holda qorallarini jamoatga qaratib batlab, xuddi hozirla o'q yog'diradigan alfozda tahdid silib hayva qilishdi. Shundala yuragi joyiga tushgan hiliqi komandir g'azab bilan Oyim Tillaxonga tikildi. "Qandoq? Amdig'u kirib ketarsan? Kirib ketmasang mana amsa." Lekin u tapkini besib bo'lg'icha Aysa uning qo'lini ittirbatida ochiqi bilan uningga olaydi. "Xoliyanjon, nima qilganingiz bu? O'chiyotgan o'tni pulab yana yondirmoqchimisiz? Shu topda mushu maydong'ila 10 necha ming odamning to'planganligini ko'rmayapamsiz? Faqat bo'ling, cho'ng g'ovg'a chiqsa, ma'lumotchilikni besib turolmay qolmaydi yana." Uninggacha 2 askar Oyim Tillaxonni darqirtib so'rab, Opal shar'iy mahkamasi tarafga ilib ketdi. Uning "Aka" deb to'g'lagan pig'onliq, hasratlik nolisi jamoat ahlining yuraklarini ezib yig'iltibatdi. Kech kirdi. Shundala jamoatning tarqalishiga ijozat berildi. Askarlar kallani gazarmaga elib ketish uchun uni silkib tartqishlagan edi. Quloq mixdan chiqmay yirtilib ketdi. Atsi askarlar kallani chig' kulida to'qilgan kajuvuga silib, varqirab jarqirashgan holda yana sazoyi qildi. Bugunmi haydab zo'rlab elib kelingan odamlar yanala tungunkiga o'xshash noiti ko'p edi. Kun tush bo'lganda jamoat orasiga munchoq quloqliq, yoshla bir divona qo'shildi. U yig'lab ko'zlari qizargan holda mungluq, pig'onliq qo'shiqlarga sapoyisni sharaqitib tankash qilib chilib, kallining atrofida parvondek aylanib yurdi. Uning qo'shiqlarga tankash qilib chalgan sapoyisning jarangliq sadosi Opal bozoridagi kishilarning yurak tarini titirtibdi. "Azobda o'tdi bu kunlar ya Allah, qoplab jahonni zulmlar ya Allah. Seldek aqdi qizil qonlar ya Allah, o'lib yosh qiri o'g'lonlar ya Allah. Ala atqa sakrab minib ya Allah, tushding jangga g'azablanib ya Allah. Qirding dushmanni jon tikib ya Allah, kecha ham kunduz qon kechib ya Allah. Yonmiding haq yo'l deb jangdin ya Allah, ayrılsangmu aziz jandin ya Allah. Biz razi, Allah razi sendin ya Allah. Mağımız sen mangan yoldin ya Allah. Allah, O divane atsmu yana payda bo'ldi. Yanala kallining atrofida aylanib, to'qigan qo'shoqlarga sapoyisini tankash qilib chilib yurib, kunni kech qildi. Kalla 4 kundan keyin Opaldan yo'tkab ketildi. To'qizoq, Qashqar, Yengishahar, Yengsar, Yakan taraflarga apirib sazoyi qilingan kunlardimi u divana yana shu yerlarda paydo bo'lib, yanala kallining atrofidan nari ketmadi. Uning bu qiliqlaridan hech kishi gumonlanmadi. Shuningdan keyin bu kalla Qashqar shahriga ilib kelinib, Qum darvoza turmisi oldidagi do'qqa is qo'yilib, yana sazoyi qilindi. Bu yerdami o'xshashla odam qimildaydi. Top askarlar ularni o'rvilishgan edi. Heliqi divana yanala sapoyisni sharaqshitib chilib, qo'shoq qo'shib, naqsha aytib,
aylanib yuratdi. 3-kuni kechda askarlar kallani gazarmaga elib ketayotganda, ulardan birining bu kallani ata oqsuv opirib yana sazoyi qiladigan degan gapini devona anglab qoldi. Bu gap rost chiqdi. Anjambayning kallasi oqsuvmi ilib berilib ko'chalarni aylantirib yurib sazoyi qilindi. Bu yerdami askarlar bilan jandarmalar kallani qarong'i tushib kishilar o'ylariga ketishgandan keyinla gazarmasiga ilib ketishdi. Mana bugun bu kallani oqsuvga ilib kelib mushundoq sazoyi qilayotganga 5 kun bo'lib qolgan edi. Qarong'i tushdi. Ko'chalardagi odamlarmi shalanglab qoldi. Lekin kallani gazarmaga ilib ketishga texi baldur edi. Belgilme bo'yicha yana 2 soatdek saqlamsa bo'lmaydi. Shunga atagandin boshlab hozirgacha kalla eslagan xodini mo'rilarda ko'tarib, ko'cha aylanib yurib, yerib hali qolmagan 4 askar bir ko'chaning og'ziga kelib, tamga yo'linib o'ltirishdi. Shu arada ularning qishida bir divona paydo bo'ldi-da, 7-8 qadam yiroqlikdagi bir tub so'katga yo'linib o'ltirdi. Aradan sal o'tib, askarlarning burniga nashining sisiq, xumarliq purqi urildi. Ular uyan qarab, eliqi divonining purqiratib, is chiqarib toza huzurlib nasha chekayotganligiga ko'zi tushib qoldi. To'la nash chekib, qo'rqishib ketgan bu askarlarning shu hamon nasha xumari tutib, bir-biriga qarashqili turdi. Aradan biri oxir o'zini tutib ololmay o'rnidan turib, divanining qishiga keldi-da, "Bak xumarliq nash chekadigansan-ku, odamning gilini qichtirib", dedi. Lekin divanining uning bilan kari bo'lmadi va hech nimadan xabarsizdek bahramon holda yana purqiratib, is chiqarib nashisini chekib o'ltiraverdi. Askar aldirab qoldi. "Ey, men sana gap qilyapman", dedi askar uni bo'sh tepib turib. "Biz mo xumardan chiqib olaylik. Puli bek qimmat. Ey, biz sana o'xshash tilamchilik qilmaymiz. Qimmat bo'lsa-mo mayli, seni rozi qila olamiz. Qo'rqma, bizda pul bor." Devona cho'ngluqi to'qut tuxumidek keladigan 2 kallak nashi bilan chilimni askarga berdi. "Bo'ptamsa, chekib beqinglar. Yarmisa pulini bermasanglarmi mayli?" Askarlar nashini huzurlanib chekishga boshladi. Nashiga aralashtirilgan uxlatish dorisi shu hamon o'z karomatini ko'rsatib, bir damdana ularni uxlatib qo'ydi. Devona shu hamon xadiga eslagan Kajivudagi kallani elib yanjisiga soldi-da, darhol Qashqar tarafga chopdi. U ko'chalarni aralab yugurib minib, daryo ko'rigiga ozliq qolganda, past tarafdagi cho'ng yo'ldan 2 askar ot choptirib ko'rik tarafga o'tib ketdi. Ayol o'tmayla, ularning orqasidan-mo yana nurg'unlagan piyoda askarlarning shu tarafga qarab ketayotganligi ko'rinib qoldi. Devona ko'rik beshiga kelib nurg'un askarlarni ko'rib cho'chib to'xtab qoldi. U askarlar ko'rikdan o'tayotgan odamlarning qo'yinlarini, ot uloq, harvalarning usti ostalarini, buningga besilgan o't xas, bida samanlarni, hatto xurjun tag'irlarni chala qo'ymay bir-birlab aqtirib, tekshirib o'tkazib Shu hamon devonining ko'ngliga bir gumon tushdi. Bo'lmabdi. Dushmanlar bilib qopdi. Daryodan kechib o'tish mumkin emas edi. Kalkun pasti o'tib ketgan bo'lsa-mu, lekin daryodagi suv yanada ulug' edi. Daryoga patmay hilila teshib ketgudek alpozda yanlariga chayqalib mavj urib iqvatadi. Devona ilojsiz orqasiga yondi. Tar ko'chalarni aylanib yurib, shahardan chiqdi-da Oqsuvning kun chiqish tarafiga qarab yurib ketdi. Ovchi shu kunlarda 60 necha yildan buyon o'zining uningmi oldida dadasining umrlik hojatidan chiqqan, qachonlab barsa tayyor turadigan cho'l, jangohlardagi gama, satma, o'rin ko'rpa, qozon cho'gun, qacha-qucha degandek o'ziga doim lozimi bo'ladigan qadinas hamrohlari bilan xo'shlashmoqda edi. Xo'shlashish navbati mana bugun bu gamiga keldi. Gamining shox shumbalarda yepilgan, islashgan, torlashgan qop-qora tam to'rislari to'g'roq shig'ida yasavalgan chapsidagi ko'nrab, yirtilib mazlari chiqib qolgan to'pa chang bosgan o'rin ko'rpalari,
Bulundaki maymaq saymaq yeriq, puchuq, qaç-qucha, qazan çögülleri şu tapda xuddi onunğa telmurib qarab, "Hey, bizni tashlab ketma!" deb yalvarayotgandek, bo'yni qisilib qolgan ega chaqsiz yetim yesirlardek ma'yus ko'rinib ketdi-da, yuragi pijjida ichib, ko'ziga ixtiyorsizla yosh oldi. U narsalarga ichingan, chidamagan holda bir hazog'icha qarab turib qilib, ulug' kichik tindi. "Ilojim yo'q. Mana endi sizlarni mo tashlab ketadigan bo'ldim. Xayr xo'sh, Xudoyimga topshirdim." U buning oldidimi xuddi mushuningga o'xshashla mushundaq lozimli narsalarining hammasi tal gama satmalardan netchisini ashu cho'l jangallarga tashlab etib kelgan edi. Ko'tirib ketishga kuchi yetmasa, uni Xudoyimga topshirib tashlab etib ketishdan boshqa iloj yo'q-da. Shu topda ana bu ikki piyg'a liqqida yemeklik qatlangan xorujun, miltiq, qarchiga yo'g'on bir qapoq suv, "Voy Xudoyim-ey, yana tixi dadisidan qolgan tavarruk mavi palta, kaka, juvlarmi bor? Bularni ilib ketmasa tixi bo'lmaydi. Yo'lda lozimi bo'ladi. Bundaq gama satmalardan tixi oldida yana xili bor. Xudo xolisa o'zi biladigan joylar bilan 3-4 kun mansla daldiroq, suvga, yurt mahallalarga yaqinroq do'nglarning qaptallarida, quchoqqa yetmaydigan yo'g'on to'g'raqlarning ochmoqlarida dadisi bilan o'zi bir-birlab qo'lgan, yasgan mushundaq o'rin ko'rpa, qazon cho'gun, qaç-qucha, laqa-luqlari tal gama yoki satmalardan birari uchrab turdi. To'la kelib ketib aylanib yurganlikdan bu joylar o'ziga bakmu tonishliq. Ularni Xudoyimga topshirib tashlab ketdi. Mushu kunlarda o'g'li yinida bo'lsa-u ba'zi narsalarni elib ketgili bo'ladi. O'zimi buncha avori bo'libmi ketmaydi. Lekin uni shu kungacha bu taraflarga biror qatimmi o'zi bilan billa elib kelmadi. Anang yolg'iz qoldi, tini ojiz, qarmasang bo'lmaydi deb uni kelgili qo'ymadi. Xayr, bo'pti. Kim biladi? Balkim bu narsalarmi bir kuni bo'lmasa bir kuni o'ziga o'xshash mushundaq cho'l jangallarda makon qilishni niyat qilib, mushu mazarni panoh tartib kelib qolgan biror musofirga nisb bo'lib hojatidan chiqib qolsa ajab emas. Shundaq bo'lsa savob bo'ladi. Yillardan buyon qilgan ajri zoyi ketmaydi. Aslida u o'g'larni tashlab ketmaydi. Lekin endi ketmaymi bo'lmaydi. Yaqinqi yillardan beri beshi qiyib, ko'z oldi qorong'ulashadigan, ko'ngli ilishadigan, yuragi to'la pulanshaydigan, demi tutiladigan bo'lib oldi. Put-qo'lining madori qolmadi. Yelimi Xudoga shukr. Ota-onasi uningga duo qilgan. Xudoyim uningga uzun umr ato qildi. 80 yoshga kirib qoldi. Ömrünün sanoqliqla kunlari qolganligi o'ziga ayon bo'layotgan mushu kunlarda tanning issiqida yurtiga ketib olmasa, navoda bandichilik qilib ko'zi tuyuqsiz yumilib qolsa, u chaqda jasdi mushu cho'l jangalda qoladi. Ota-onasining yonida yotolmay qoladi. Bo'ldi, ketib olay. Vaqtidaroq yurtga berib olay. Mushu paytida u gama bu satmalar bilan xo'shlashib mangadigan bo'lsa, yana 2 oyda yurtga aromla yetib bora oladi. Shu topda Qadinas xotinimi o'g'li, kelini, navrilari uning yo'liga taqozo bo'layotgandi. Hey, ularni ko'rmagili 1 yil bo'lay deb qopti emasmi? Nim bo'lib ketgandi u bechoralar. Ehtimol ular uni izdigandi. Izdisimi etki, Tangri bu jangalda uni topolmagandi. Xudoyim omonat, mangay. U shu xiyollar bilan gamidan chiqdi. Bu gama mazar joylashgan Igiz do'ngning qaptilida edi. Oldi kunchiqish tarafga qaraydi. Bu mazar Imom Pasha degan muqaddas nom bilan mashhur edi. U daryo qo'ltiqidagi Igiz do'nglikda olishil tug' alamlar bog'langan tug' chadalari, qiyriqdan qo'zoqlari, hatto shoxlari qurib, churib tushib ketgan, tini chak-chak yerilgan, quchoq yetkisiz yo'g'on cho'moq to'g'raqlar orasida xuddi jangohdagi sarkardidek hayvatlik surlik ko'rinadi. Pastiki kangri chiti daryoga tutashgan munbat tuzlanlikda qo'yuq, aralash o'sgan to'g'raq jig'anlar uni
xuddi san-sanoqsiz lashkarlardek o'rab turadi. Hayvatlik Oqsuv daryosi bu ulug' mozordan aymangandek dal shu yerda shovqinini pastlatib, uni yiroqdan aylanib, ondan yana kun chiqish tarafga qayrilib oqatdi. Sarg'aygan yo'pirmoqlar shu topdiki, kuz kunining qiypash tushgan shafqida xuddi oltindek sapsariq tovulinib valildaydi. Bu yerga dastlabda kelgan chog'dimu yo'pirmoqlar mana mushundoq sarg'aygan dal kuz fasli edi. Mana amdi yana dal shundoq yo'pirmoqlar sarg'aygan kuz faslida uzoq yillardan biri o'ziga boshpana bo'lgan Xudoyim mushundoq sap havoliq munbat yaratgan osmini kengri bu zamindagi hayvatlik chiroyli o'sgan dal daraxt gul giyohlar bilan xo'shlashyotdi. Xayr xo'sh, sizlarni mo Xudoyimga topshirdim. Aslida onasi qazo qilib ketmagan bo'lsa, u bu jangalga kelib qolmaganmi bo'ladi. Onasi qazo qilganda u texi 7 yoshga kirmagan edi. Dadisi, "Balam o'gay onaning qo'lida qolmasin" deb qayta o'ylanmadi. Chunki dadisi o'z vaqtida o'gay onaning qo'lida tortgan dard alam, azoblarga chidamay uydan qochib chiqqan. Tilamchilik qilib yurib cho'ng bo'lgan ekan. Quramiga yetgan chog'dimu kichikida tortgan yiliqi azoblarni unutay olmagan. Bir kuni ashundaq yalmavuz o'gay ona haqida gap teshilib qolgan bir so'rinda u ochiqig'a paylamay, "Navoda mening balammo onasidan yetim qilib, ashundaq yomon kunga qoladigan bo'lsa, uni hargizmo o'gay onaning qo'liga qoldirmayman. Buni balalarimdan balalarga qoladigan vasiyat qilaman" deb Qur'on tutib qasam qilib, og'zini ushtib salgan ekan. Shunga dadisi uni texi kichik deb hammachisiga tashlab berib, yana jangalga ketib qolgan ekan. Aralıqda 2-3 oyda birer qitim kelib ketib yo'qlab turibdi ekan. U 15 yoshga kirgandila, ondan dadisi uni mo agashtirib, jangalga billa elib kelgan edi. U ishlar hilmi uning g'uva esida. U necha kun yo'l yurib, aran taslikda bu taraflarga keladigan edi. Uning bu jangalga kelib qolganimi bir hisobda obdan bo'lgan ekan. Hech kishiga hojati tushmadi. Qiqindi, so'qindi bo'lmadi. Alvan yasaqdan xoli bo'ldi. Askarlikka tutilib qolmadi. O'zi bey, o'zi xon bo'lib hayvonlarning izini, qushlarning sayrishini qo'g'lishib, kunini ko'ngillik, xotirjam o'tkazdi. Shug'inisi yolg'izlik, tanholik uni toza qiynadi. Xotin balalarni qaytirib kelay desa, ularning bu cho'l jangalga ko'nalmasligidan qo'rqdi. O'zi ketay desa, dadisining izi qolgan, o'zining mu ko'ngli tushib qolgan bu joylarning mehridan kechalmadi. Lilla gapni qilsa, dadisining izi o'chib ketishdan ansirdi. Mana, ata, o'gün deb kunlarni o'tkazaverib, yeshi 80 dan halqib ketay deb qoldi. Kikak qirg'avulning tuyuqsiz uzildirmay ansiz sayrishi anglandi-da, uning xiyollari bo'linib ketdi. Jig'anlar orasida uchib chiqqan bir jup qirg'avul xuddi bir nimadan urkigandekla uzildirmay kikaklab sayrab, 10 yetim yiroqlikdagi shalong qo'mishliq orasidagi do'nglikning u tarafiga o'tib ketdi. Ovchi qirg'avullar uchib chiqqan jig'anliq tarafga tikilib qaradi. Uning qo'lidagi qarchig'ining xuddi qora marvoyit danchilaridek qop-qora ko'z qarchuqlarimi xuddi hiylalar chachrab chiqib ketadigandaykla chekchiyib ketdi-da, uchish uchun qanotlarini qaqdi. Lekin ovchi uning pachiqidagi tasma bog'ini ching tutilib qo'yib bermadi. Qarchig'a tipirlab jim bo'lib qoldi. Oradan ancha uzoq vaqt o'tmay, xili yaqinlar yerda qirg'avullar yana shundoq ansiz sayrashib uchib chiqishdi. Shaksizki, qirg'avullar qandoqdir bir nimadan urkigan edi. Tulka, voy xudoyim-ey, o'zi kepti-da, jonivorning ajli to'shibdi. Hey, yo'lga chiqadigan chog'diza bo'pti. Biror tiri degan unchola ig'irlik qilibmi ketmas. Ovchi miltiqni qo'liga oldi. U odatda tuzlanlikda qarchig'isini, chatqallarda bo'lsa miltiqini ishqa salatdi. Voy kasofat, amasda qiladi-ku. Kasofat to'g'roq degandek, qirg'avullar uchib chiqqan yiliqi jig'anliqning
xili birisidagi to'g'roq shoxlari lingishib qoldi-da, shoxlarni qayirib yurib, bir odam chiqib keldi. U odam putlarini aran so'rab mang'atdi, dalduginatdi. Shundoq bo'lsa-mu, bu to'g'roqqa esilib, bu to'g'roqqa yo'linib yurib, oxir mazarga yaqinlashdi. Do'ngga chiqib o'tib yiqildi, yana qopdi. Lekin bo'lolmadi bo'lg'ay, mang'almay, joyiga dum tushdi. Bir hazodan keyin u yana beshini ko'tardi. Bir qo'llab o'mlab do'ngga chiqishga boshladi. Uning hasirishi, injiqlishi ovchiga anglandi. Shundala u miltiqini to'g'roqqa yo'lab qo'yib, qarchig'ini shoxga bog'ladi. Pastga tushib, hiliqi odamning qishiga keldi. U dumla yotatdi. Tiniqiga ulgurmay hasiraytdi. O'shnisiga divanlarning panjisini artib olgan edi. Panjining dumbasidagi bir piy yerda so'rilib turardi. Oldi tarafidagi yana bir piyni ching quchoqlab olgan edi. Bechora divana deb o'yladi ovchi ichinib. Tilab topgan u narslaringga kim mo ko'z qarini salar? Ovchi uni o'rib o'ngda qildi. U rangi tatargan, kalputlari gaz bog'lab ketgan, yuzini qo'yuq seriq soqol bosgan, yap-yoshla tambal yigit edi. Ovchi uning chekisiga qo'lini qo'ydi-da, yana shu hamon tortib oldi. Voy xudoyim, qizib ketibdi-ku. Uning chekisidan o't chiqatdi. Ovchi uning beshini yo'ladi. Suv. Bu zaif ovoz ovchiga aran anglandi. Ovchi yuguribla do'ngga chiqdi. Yo'lda ichishga ilib olgan qop-qora kichikkina mis cho'gindin hiliqi qaynatgan suvni yog'och tovoqqa qo'ydi. Ondan aldirab tushib suvni devonining og'ziga tutdi. U bir qacha suvni birdamdala g'urtuldatib ichib bo'ldi-da, debla so'zilib yetib qoldi. Ovchi uni yo'ladi, lekin u o'ra bo'lolmadi. Ovchining uni ko'tarib minishga kuchi yetmadi. Oxir bo'lolmay uni belidan so'rab do'ngga ilib chiqdi. Yilala xo'shlashib chiqqan hiliqi gamiga ilib kirib yotqizdi. Shu chog'dimi u yangisini zadila qo'yib bermadi. U ko'nglaksiz yalang'och tiniga nimkash siriq chakman chapan kiyib olgan edi. Ovchi uningga yana suv ichirdi. U birdamdala uxlab qoldi. Kechicha jo'ylib chiqdi. Lekin uning nima deganligini uqqilib bo'lmadi. Qora chirog'mi o'chmadi. Ovchimi uxlamadi. Uning chekisini uvladi. Pat-pat suv ichirdi. Mata balvag'ini yo'l qilib, uning chekisiga qo'ydi. Durd o'qib yurdi. Ovchi ashundoq paypitak bo'lib tongni atqizdi. Tong sahardala tarat ilib, bamdat namozini o'qidi. Hiliqi yog'och tovoqqa azroq suv qo'yib, u suvga Yasinni hurib o'qidi. Andin devonning beshini yo'lab, bu demidini uningga ichirdi. Bir hazodan keyin bu demida o'z karomatini ko'rsatgandek, devona ko'zini sal ochdi. Gap qilish uchun og'zini o'maladi-yu, lekin demi tutilib, yutilib ketib gap qilolmadi. U hasiraytdi. Maydisi g'ijildaytdi. Bir nimlarni deb pichirlaytdi. Tushga yaqin u sal yaxshilanib qolgandek bo'ldi. Texicha quchoqlab yotgan yanjisiga yerim yarta ichilgan xunuk ko'zlarini tikdi-da, bir nimlarni deb pichirlashga boshladi. Ovchi quliqini uning og'ziga yaqin qildi. Baqi, askar, nasha, mast, kallisni o'g'irlab qochdim. Yo'llarda to'siq jiq ekan, o'talmadim. Yurt mahallalarda devonlarni mo to'sidi ekan, xurjunlarni mo aqturdi ekan. Abat, kelpin, maralbishi, mangaydab. Uning uni paslab chimib qoldi. Yana hushidan katta bo'lg'ay, ko'zini mo ocholmadi. Ovozi mo chiqmadi. Bir hazodan keyin u yana pichirladi. Men bo'lolmadim. Kallisni Qashqarga kallisni? Voy xudoyim-ey, nimaning kallisi? Qani? Uningdan javob bo'lmadi. Ovchi hang-tang qilib bir hazog'icha gangrab turib qoldi. Kalla, nimaning kallisi? Uning ko'zi yanjiga tushdi-da, shu hamon uning ko'ngliga mushu yanjining ichida bir nimaning kallisi bor o'xshaydi degan xiyol g'ilpalla kechib, uning bir piydagi narsalarni to'kdi. Uningdan u tilamchilik qilib topgan parch-purat nonlar, yali yemishlar chiqdi. Yana bir piydagi bir nima qattiqroq
cho'ngroq edi. Unimi to'kkan edi. Oppoq mata ko'nglakka yo'galgan bir narsa yerga do'milab tushdi. Ovchi ko'nglakni yeshib ko'ribla cho'chib ketib tovulvatdi. "Ah, Xudo!" U qo'rqinchda daj kayniga minib, gamidan qochib chiqdi. Bo'ynidan qiypashroq kesilgan do'qqiroq kalla, kanidan chiqib qolgan bir g'irchda qizil kekirtak, kesib qiyma-chiyma qilib yuz ko'zlar, o'skilan sarg'uch burutlaridagi so'qroq yuzlaridagi uzun yirik qosh kirpiklaridagi yirtilgan salpangroq quloqlaridagi qetib ketgan qon dog'lari. "Ah, Xudo, nima dahshat bu?" Ovchi qo'rqinchda dir-dir titrab qandaqdir bir oyatni o'qidi. Ko'zlarini chekchaytganicha xuddi mozordan madad tilegandek do'ngning ustiga talmirib qarab turib ketdi. Shu topda bu cho'l jangalda o'ziga hamroh bo'lg'idek biror odam bo'lsa-chu kashki. U put-qo'llari dir-dir titragan holda yana gamiga yinib kirdi. Jon talpizi qilayotgan divanining qishida tizilib o'ltirdi. Qo'liqini og'ziga yaqin qilib unlik so'radi. "Kimning kallasi? Kim shundoq qildi?" Divani sal qimirlagandek qildi. Qosh qapoqlarini lipildatib, og'izni aran o'mallab, "Anjon" degan gaplarni deyaladi. Boshqa gap qilolmadi. Ovchi hayron qoldi. "Anjon? Tova, Anjon degan tog'ning u tarafidagi bir shahar deb angladim. Bir oyda aran borg'ili bo'ladi deyishgan edi. Bu qandoq gap?" Divani xuddi bazgaki tutgan odamdek titrashga boshladi. Maydisining g'ishildishimi adab qoldi. Ovchi uning ko'zining jiyigini yerib qaradi. Uning ko'z qarqi tartilib ketgan edi. Ovchi uningga damida ichirdi, lekin suv uning gelidan o'tmadi. Javg'aylardan yalab eqib tushdi. Tuyuqsizla xartildab bo'shqina silkindida jimmida bo'lib qoldi. "Alaykumulloh." Ovchi duoga qo'lini ko'tardi. "Qalu inna ilayhi va inna ilayhi rajiun." Ovchi uning yuz ko'zi, qosh qapoqlarini silab, uvlab, aran pastda ko'zini yumdirdi. Mata balvag'ini yirtib, engikini qatdi. Ikki ana putini chatdi. Ondan bir yudim o't xasni daryoga opirib, pokiz yuvib kelib jasad bilan kallani uning ustiga qo'ydi. Cho'gin bilan qapoqda daryodan necha qatim suv to'shib kelib, isitib, ularni pokiz yuvib tozaladi. Kech kirganda o'zi yolg'iz ularning namozini tushirib, do'ngning kun petish taraf qaptiladiki, bir tub to'g'roqning yiniga dafna qildi. Tuproq beshida 3 kech kunduz xatmi Qur'on o'qidi. Ovchi bir oy jangal kezib yurib, yilda aran biror qatim yo'qlab bora oladigan shoyardiki o'zining yurtiga yetib keldi. 3 kundan keyin Ashu İmam Paşa degan mozorga dafna qilingan heliqi 2 odamning nazrini qildi. Nazrga kelgan jamoatga nazr berilayotgan u 2 odamni qandoq ko'rganligini so'zlab berdi. Shuningdan keyin orliqda biror yil o'tib u og'rib yetib qoldi. Kupdak ishib ketib, shifoliq topolmay sakratga tushib qoldi. Uning bilan vidolashish uchun kirgan jamoatga buningdan bir yil ilgari nazr qilingan hiliqi 2 odamning gapini yana takrorlab so'zlab berdi. Oxirida mundaq vasiyat qilib jon uzdi. "U yerga ko'milganlar sizlarningmi, bizningmi qarindishimiz bo'ldi. Lekin men ularning qayerlik ekanligini bilmayman. Burun ko'rmagan, ismini anglamagan, hozirmi bilmayman. Shunga hasratlanaman. U ish bo'lg'ili mana 1 yildan oshdi, lekin hozirgacha ularning izdiriki qilinmadi. Yoki qilingan bo'lsa-mo, men bilmay qoldimmikin tang. Men ismini bilolmagan u divona tansiz bir odamning kallasini Anjon deb jon uzgan edi. Ha, u yana texi qandoqdir kallasini saqla askarlarni nasha, mast, to'suq, jiq ekan, o'talmadim, avat, kalpin, maralbishi, mangay deb deganda gap so'zlarni qilibdi. Uning bu bosh oxiri yo'q, taqqa-tuqqa gap so'zlaridan u kallini Anjonliq odamning kallasi o'xshaydi. Bu kallini saqlayotgan askarlarni bu divona nashi bilan mast qilib qo'yib, kallini ilib qochibdi va Qashqarga ilib ketmoqchi bo'pti.
yo'lda to'siq jiq ekan, Qashqarga udul mang'almay, Avat, Kelpin, Maralbeshi orqali ketmoqchi bo'lgan o'xshaydi deb xiyolan qiyos qilgan edim. Ammo askarlar u kallini nimishqa saqlaydi? U divana u kallini nimishqa ilib qochidi? Zodila zanimga ololmadim. Ilmo ham bilmayman. Isit. Ular Xudoyim bergan odamlar ekan. Ashundaq ulug' mazarlarda yetishqa nasib bo'ldi. Xudoyim ularga jannat ato qilg'ay. Amin. U divanning bir quliqi munchoqlik ekan. Uning shu qiyofatila esimda qopdi. Jahonda divaniga yot joy yo'q. Shunga uning mangmaydigan yo'li, kirmaydigan uyi bo'lmaydi. Ko'p hollarda mazarlarda yetib qopidi. Xudoyim u divanning ko'ngliga saptikan. Uningmo ko'ngli ashu mazarni tartibdikan. Demismo igichaqsiz, yetim yesirlar, Xudoyimning ojiz bandalari ashundaq mazarlarni makon qiladi. Undaq yerlarda ko'ngli to'q bahraman uxlaveradi. Mazarlarning ulug'ligidan o'g'ri qaraqchilar, hatto jin alvoslarningmo tini ayminib surbasidi. Taqsiratqa ketishdan qo'rqib, mazarlarda panohlanganlarga hargizmo chiqilmaydi. Shunga niyati sap, g'arib g'urvalar mazarlarda panohlanadi. Zamonlardan shundoq. Xo'sh, endi anglab qilinglar. Bu mazar Aqsuning Qartal yezisi tavasidagi daryoning kunchiq tarafida berib yo'qlab turinglar. Duo tilovat qilinglar. Savob bo'ladi. Shuni asla tutinglarki, ashundaq ulug' mazarlarda yetish hamma odamga nisb bo'lavermaydi. Faqat Xudoyimning nazari tushgan Xizrdek ashundaq ulug' odamlarga nisb bo'ladi. Tugidi.